Dunyo bo'yicha bir-biridan o'tadigan dabdala avtomobillar taqdim qilinayotgan bir davrda Mercedes oilasi o'ziga xos go'zallikka ega bo'lgan Mercedes AMG 63S kupe avtomobilini ommaga kecha-kunduzda taqdim qildi. Restyllingini boshidan kechirgan bu avtomobilda bamper, panjaralar va AMG optikalar yangi dizayni bilan taqdim qilindi. Oldin R22 va g'ildirak bo'lsa, hozirda eksklyuzivni R23 diskalariga ega bo'ladi va yana vyxlop va difyuzorning ko'rinishlariga o'zgartirishlar kiritilgan. Oldingi dvigatelga qaraganda yangisida kolinvalda o'zgarishlar bo'ladi va uning hisobiga yangi va zamonaviy dvigatel o'rnatilgan bo'ladi. M177 Evo va unda 4 litrli biturbo V shakldagi 8 silindr 612 ot kuchi 850 Nm bo'ladi va 0 dan 100 gacha taxminan 3.8 sekund vaqtingizni sarf qilishi mumkin. Yoqilg'i xarajati esa ma'lumotlarga qaralganda 15 litrdan 20 litrgacha bo'lishi mumkin mix holati. Interyerda ham juda katta bo'lmagan o'zgarishlar sizni kutib oladi. Lekin doimgidek Napa premialni charma, alkantara va karbon detallar siz uchun xizmat qiladi. Narxi rasman e'lon qilinmadi, lekin mutaxassislarning taxminlariga ko'ra 130 ming AQSh dollari atrofida bo'ladi, hech qanday xizmatlar qo'shilmaganda. Albatta bular qisqacha ma'lumotlar edi. Batafsil ma'lumot, rasmlari va boshqa avtomobillarning narxlari, bojxona to'lovlari har doimgidek eksklyuzivni Telegram kanalimizda bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.